bir she'r o'qib eshittirmoqchiman, hazil tariqasida qabul qilasizlar. Ikki nasroniy do'st, David va Michael, adashib qolibdi sahroda bir kun. Ochlik, tashnalikdan toliqdi ular, ko'tara olmay hatto jussasini yukan. Nogihon olisda Kunchiqar tomon bir masjid ko'rindi sahro yuzida. Ikki do'st sevinib ketdi shu zamon, shodlik uchqunlari porlab ko'zida. David so'z boshladi. Kelgin o'zimiz musulmonga solib boramiz birov. Sezib qolmasdan yolg'on so'zimiz, qornimiz to'yg'azib olamiz darrov. Gapirsangchi do'stim, nimaga jimsan? Bir kecha masjidda topamiz panoh. Men Ahmad bo'laman, senchi sen kimsan? Men Michael bo'laman. Yolg'on bu gunoh. Makrga ko'nmadi Michael baribir. Shu zayl yetdilar masjidga ular, imom qarshi oldi, yuzida sabr, ko'zlari sokin va xotirjam kular. Xush ko'rdik. Kimsizlar? Kelinglar inim. Jimlik cho'qdi. Shudan bir lahza oniy. Mening ismim Ahmad, musulmon dinim. Men esa Michaelman. Dinim nasroniy. Imom imo qildi yordamchisiga, Michaelga hozirlang dasturxon yoyib. So'ng kulib Davidning horg'in yuziga Ramazon muborak dedi jilmayib.